Chorvador Oybekda hamisha savollarga javob bo'ladi. Bu birinchisi. Mana bu ikkinchisi. O, mana bunisi uchinchisi mana. Bu qo'yxonamiz katta nazorat ostida obunachilar. Bu galgi videomizda Chorvador Oybek YouTube kanalidan video reportajlarda olib boramiz. Assalomu alaykum Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy qadrli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar. Xo'p, bu safar qo'ramizda qo'yiladi video obzorini chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. O'tgan safarga seleksiya yo'nalishidagi qo'ylarimizdan kommentariyaga savollar tushib qolgan ekan, 4 ta 5 ta. O'shalarga qo'ldan kelgancha chiroyli harakat o'sha savollarga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, bittadan like bosing, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar, bu qo'ylarni olganimizga 1 oydan o'tdi. 1,5 yil bo'ldi bularga ham. Yemga tashlandi. Yangi partiya bular. Eskilarini nima qildik? O'tgan safarga seleksiya yo'nalishidagi arashan qo'ylarimizni video obzorini qilganimizda 5-4 ta javob kommentariyaga savol yig'ilib qolibdi. Endi bugun vaqti bo'ldi, o'shani chiroyli qilib javob berib o'tamiz. Xudo xolasa yana kimdadir shunaqa savol qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Orada vaqti bo'lishi bilan, vaqtimiz bo'lishimiz bilan javob berib ketishga harakat qilamiz. Chunki inshaalloh. Xo'p, birinchi savolimiz shu ekanki, vaqtdan unumli foydalanaylik, obunachilar, sizlarga ham bizga ham vaqtimiz ko'p ketmasin. Bitta akamiz yozgan ekanlar, qo'ylarda qondir to'yganini axlatiga qarab bilamiz. Qaydan bilasiz deb yozgan ekanlar-da. Qo'yda axlati o'zi bilsangiz odatda dumaloq mayiz tashlaydi, axlat tushiradi. U endi o'sha 5 ta 6 tasi billa bo'lib yoki mollikka o'xshab tushishni boshlaydi. O'sha qo'y yemdagi normal holati, yem yuqayotgani natija berayotgan, effekt bergani. Mana shularni shuni ko'rsatib qo'ysangiz, mana hozir xudo xolasa mana. Ana shu holatdagisi mana yana bitta bu tomonda. Xuddi mana shunaqa axlat qilsa, o'sha qo'yga yuqayapti normal holatda. Endi mana busini qarang. Mana shu qaysidir bittasi ozroq holatda sal ko'payib ketyapti mana shunga. Yem ko'payapti yoki mana bu yoyilib qolganlardagi ozroq tushib qo'y, ozroq yeb qo'lyapti. Xuddi shunaqa. Shuning uchun shu axlatga qarab yemni qo'shib ko'paytirib borilaveradi. Ichi o'tishga kelyaptimi, yoyilib. O'sha to'xtadi, yem qaysidir bittasi ko'payapti. O'shanga e'tibor berish kerak. Xo'p, ikkinchi savolimiz shuki, vitaminlarga nima deysiz? Vitaminlarga juda yaxshi qaraymiz. Biz o'zimiz ham mana shu vitamin beramiz. Sababiki mana shu hozir qashlanyapti. O'shanaqalar kam bo'ladi. Ishtahasi ochiladi, bo'y o'stiradi, go'shti mahsuldorligini oshiradi. Ba'zi birlar aytadi, 60% dan ko'proq berdi. Shu vitaminning natijasida vitamin berish kerak. Vitaminni ham unaqaligi garmon emas. Bitta kommentariyada o'qib qoldim. Garmon beryapsiz. Yo'q, bu garmon emas, oddiy vitamin. Suvga qo'shib beramiz, 10 gram suvga 10 litr suvga 2 gram vitamindan qo'shib qo'yamiz. 3 kun beramiz, bir hafta to'xtatamiz. U vitaminning vazifasi ishtahasini ochadi. Hazm holatlari yaxshilaydi, ichki parazitlarni nima qilib berib turadi. O'ldirib qo'ydi rivojlanishiga vitamin, ichidan vitamin beradi, immunitetni ko'tarib beradi. Qisqa va lo'nda javob shu. Sabab bo'ladi. Keyingi savolimiz, tagidagi g'isht poldan qo'ylarni oyog'i og'rib qandaydir kasalliklar kelib chiqmaydimi? Kelib chiqadi. G'isht poldan qo'yga yer yaxshi, eng yaxshisi yer bo'lishi kerak. G'isht pol kelib chiqayapti kasalliklar. Buni oldini olish uchun Netox 200, oksitoksin shamollashga qarshi ukol vaksinalar qilib turibmiz. Endi bu yilga hozirgi holatda ana bo'layapti-da. Bizda imkoniyatimiz qoldi, tuproqni tayyorlagan. Shuning uchun g'ishpolda ham bosib o'ryapmiz, endi ukolimizni qilib turibmiz. Qo'ldan kelganicha. Keyin aka, oldindan rahmat javob uchun. Savolim shuki, qaysi qo'ydan foyda ko'proq, qo'chqarmi yoki sog'liqdan? Yaxshi savol. Endi har kim o'zini bilganini aniq qiladi. Sog'liqdan foyda oladiganlar sog'liqdan ikkita qo'chqardan yaxshi daromad qiladi. Bizga qo'chqar yaxshi. Qo'chqar foydasi bizga mehnat kam. Shuning uchun qo'chqar boqib turibmiz. Qo'tir kasalligini qanday tez fursatda davolasa bo'ladi? Zo'r bo'pti. Qo'tir kasalligini birinchi navbatda Ivermectin olib qo'ylar bozordanmi, do'kondanmi, qayerdandir olishingiz bilan kelishi bilan ichki tashqi parazitlarga ukol qilindiriladi. Ivermectin ukoli, uni kamiga o'zimizda xalq eski usullardan qolgan yog' surkamiz. Yog'ga
atrobon ham bo'laveradi, oddiy yog' ham bo'laveradi. Oltin yut qo'shib turib surkaladi. Qo'tir shu bilan yug'ib ketadi. Yana bitta plyus tabiiy tomoni bor. Yozli kunlarda kir sovunda yuvib turib yog' surkab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Geldami kir sovunda yuvib ham davolasa bo'ladi. Qo'tir kasalligi ham ortiqcha muammo emas. Obunachilar, yana bitta hammani qiziqtirib kelayotgan savol. Bitta qo'y bir oyda qancha 5 kilogramm qo'shadi? Foydasi hisob kitobi. 8 kilodan 12 kilo, 13 kilogacha qo'shadi. Boqishingizga qarab. Unga ham javob yutib ketdik. Juda ko'pchilik qancha qo'shadi. Avvalo yeb ichishingizga bergan e'tiboringizga bog'liq. U qo'y boqish ekanni tashab qo'yaversangiz 5 kilo ham semirmaydi. O'zini vaqt soati kelib qolsa, keyin o'sha 10 kilo, 12 kilo qo'shaveradi. O'zgarishga kelib qolganda. qolganda. Joningiz omon bo'lsin. Obunachilar, shu bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Yana qandaydir savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Inshaalloh keyingi video syomkalarda har bittasiga javob berishga harakat qilamiz. Videoga bittadan like bosib, kanalda mehmon bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. E'tibor uchun rahmat.